Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangilikni tushuntirib beraman. 1 iyuldan boshlab ayrim to'lovlar bo'yicha pensionerlar to'liq ozod qilinishi masalasi ko'pchilikni qiziqtiryapti. Bu ma'lumot faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, yaqinlariga ham bevosita tegishli. Chunki oilada bir nafar pensioner bo'lsa ham uning to'lovlari, imtiyozlari va huquqlarini to'g'ri bilish butun oila byudjetiga ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda hujjatlardagi murakkab iboralarni sodda qilib, nimalar o'zgargani, kimlar bundan foydalanishi, qaysi holatlarda ehtiyot bo'lish kerakligi va eng muhimi, ortiqcha pul to'lab qo'ymaslik uchun nima qilish kerakligini batafsil aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan bandlarni bilmagani uchun imtiyozdan foydalana olmay qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar o'z vaqtida yetib borsa, odamning puli ham, vaqti ham, asabi ham tejaladi. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar turli xizmatlar, rasmiylashtirish ishlari, ayrim majburiy yig'imlar yoki to'lovlar bo'yicha umumiy tartibda pul to'lab kelgan. Ya'ni odam pensiyada bo'lsa ham, uning daromadi cheklangan bo'lsa ham, ba'zi joylarda undan ham boshqalar qatori to'lov talab qilingan. Amalda bu juda katta muammo tug'dirardi. Masalan, pensioner oyga ma'lum miqdorda pensiya oladi. Uning bir qismi dori-darmonga ketadi. Bir qismi kommunal xizmatlarga, yana bir qismi oziq-ovqatga sarflanadi. Shunday vaziyatda qo'shimcha rasmiy to'lovlar, ariza topshirishdagi yig'imlar yoki xizmat haqlari unga og'irlik qilishi tabiiy. Endi nima o'zgardi? 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun ayrim to'lovlardan ozod etish tartibi kuchga kirayotgani aytilmoqda. Men buni shunday tushuntiraman. Davlat yoki vakolatli tashkilot pensionerlarning ijtimoiy holatini hisobga olib, ularga yengillik berishi mumkin. Bunda maqsad oddiy. Keksa yoshdagi inson ortiqcha yugurmasin, o'z huquqini olish uchun pul sarflamasin, kerakli xizmatdan foydalanishda moliyaviy to'siqqa uchramasin. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Har qanday imtiyozning aniq doirasi bo'ladi. Ya'ni pensionerlar barcha to'lovlardan butunlay ozod bo'ldi deb umumiy xulosa chiqarish noto'g'ri. Qaysi to'lovlar, qaysi xizmatlar, qaysi tashkilotlar, qaysi hujjatlar asosida ozod qilinishi alohida belgilanadi. Shuning uchun men sizlarga eng avvalo shuni maslahat beraman. Yangilikni eshitgan zahoti har qanday to'lovni rad qilib yubormang. Lekin pul to'lashdan oldin men pensionerman, menga imtiyoz qo'llanadimi deb albatta so'rang. Birinchi navbatda pensioner maqomi qanday tasdiqlanishini bilish kerak. Odatda pensioner ekaningiz pensiya guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ayrim hollarda pensiya tayinlanganini ko'rsatuvchi ma'lumotnoma yoki elektron bazadagi ma'lumot orqali aniqlanadi. Bugungi kunda ko'p idoralar elektron tizim orqali fuqaroning pensiya oluvchi ekanini ko'ra oladi. Lekin hamma joyda ham tizim bir xil ishlamaydi. Ba'zan xodim sizdan hujjat so'rashi mumkin. Ba'zan esa bazadan chiqmayapti deb to'lov talab qilishi mumkin. Mana shunday vaziyatlarda odam o'z huquqini bilishi kerak. Masalan, bir pensioner opa tuman markaziga borib, ma'lum xizmatni rasmiylashtirmoqchi bo'ldi, deylik. Xodim undan 1000 so'm to'lov so'radi. Opa esa imtiyoz haqida eshitgan, lekin aniq bilmaydi. Agar u indamay to'lasa, keyin pulni qaytarib olish qiyin bo'lishi mumkin. Agar u darhol pensionerlar uchun iyuldan imtiyoz bor deb eshitdim, iltimos shu tartibni tekshirib bering desa, xodim bazani qayta ko'rishi, rahbardan so'rashi yoki tegishli bandni tekshirishi mumkin. Ko'pincha muammo shunchaki fuqarolar so'ramagani uchun yuzaga keladi. Yana bir misol, bir otaxonning pensiyasi 20.200.000 so'm bo'lsin. U oyga 350.000 so'm doriga, 250.000 so'm kommunal xizmatlarga, 500.000 so'm oziq-ovqatga sarflaydi. Qo'lida deyarli ortiqcha pul qolmaydi. Agar undan bir martalik 80.000 yoki 120.000 so'm rasmiy to'lov talab qilinsa, bu unga juda sezilarli ta'sir qiladi. Shuning uchun bunday imtiyozlar qog'ozdagi gap emas. Real hayotda pensionerning noni, dorisi yo'l puli va xotirjamligiga bog'liq masala. Men birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlarga, nogironligi bo'lgan pensionerlarga, yoshi katta bo'lgani uchun idoralarga borib kelishi qiyin bo'lgan insonlarga alohida e'tibor beraman. Chunki aynan shu toifadagi odamlar ko'pincha imtiyoz borligini bilmaydi yoki bilsa ham talab qilishga tortinadi. Mayli bolam, to'lay qolay, xodim shunday dedi. Demak shunaqadir.
men tortishishni xohlamayman degan gaplar juda ko'p uchraydi. Lekin bu tortishish emas. Bu o'z qonuniy huquqingizni so'rashdir. Farzandlar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularni idoraga yolg'iz yuborib qo'ymang yoki hech bo'lmasa oldindan tushuntirib qo'ying. Oyi dada sizdan to'lov so'rashsa, avval imtiyoz bor yo'qligini so'rang. Hujjatni ko'rsatmasdan. Chek olmasdan pul bermang. Bu juda oddiy maslahatdek ko'rinadi, lekin ko'p muammolarning oldini oladi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar pensioner barcha hujjatlar joyida bo'lsa, pensiya rasmiy tayinlangan bo'lsa, xizmatni rasmiy davlat organi yoki vakolatli tashkilot orqali olayotgan bo'lsa, odatda imtiyozni qo'llash imkoniyati bo'ladi. Lekin baribir har bir xizmat bo'yicha aniq tartibni tekshirish zarur. Chunki imtiyoz ayrim to'lovlarga tegishli bo'lib, boshqa xizmat haqlari yoki xususiy tashkilot narxlariga tatbiq etilmasligi mumkin. Keling, bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. 18 yoshli pensioner aka hujjat rasmiylashtirish uchun markazga bordi. Undan xizmat uchun 7000 ming so'm to'lov so'rashdi. U pensioner ekanini aytdi, lekin xodim buni hamma to'laydi dedi. To'g'ri harakat qanday bo'ladi? Men bunday vaziyatda xotirjamlik bilan yozma yoki elektron tartibni ko'rsatishni so'rashni maslahat beraman. Iltimos, pensionerlar uchun imtiyoz qo'llanmasligi qaysi bandda yozilganini tushuntirib bering deyish kerak. Agar xodim aniq javob bermasa, rahbar yoki mas'ul mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ikkinchi vaziyat, pensioner ayol bir xizmat uchun avval pul to'lab yuborgan, keyin esa iyuldan u to'lovdan ozod etilganini eshitgan. Bunda nima qilish mumkin? Birinchi navbatda to'lov qachon qilgani aniqlash kerak. Agar to'lov iyuldan oldin qilingan bo'lsa, yangi tartib unga orqaga qaytib tatbiq etilmasligi mumkin. Agar to'lov 1 iyuldan keyin olingan bo'lsa va haqiqatan ham u to'lovdan ozod bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, unda chek, kvitansiya, ariza nusxasi va shaxsiy hujjatlar bilan murojaat qilib pulni qaytarish yoki qayta hisob-kitob qilishni so'rash mumkin. Uchinchi vaziyat. Pensioner otaxonning nomida uy bor, lekin xizmatdan uning farzandi foydalanmoqchi. Bu yerda savol tug'iladi. Imtiyoz pensionerning o'ziga beriladimi yoki uning nomidagi mol-mulkka ham tatbiq etiladimi? Har doim ham bir xil emas. Ba'zi imtiyozlar shaxsga bog'liq bo'ladi. Ya'ni pensionerning o'zi murojaat qilsa qo'llanadi. Ba'zi holatlarda esa mulk egasi pensioner bo'lsa, yengillik qo'llanishi mumkin. Shuning uchun hujjatda kim murojaat qilayotgani, kim foyda oluvchi ekanligi va to'lov nimaga bog'langanini aniqlash juda muhim. 4-vaziyat. Er-xotin ikkalasi ham pensioner. Ular bitta xonadonda yashaydi. Ayrim xizmatlarda bitta xonadon uchun bitta to'lov bo'ladi. Bunday holatda ikkalamiz pensionermiz, demak 2 marta imtiyoz bo'ladimi? degan savol tug'ilishi mumkin. Odatda imtiyoz to'lovning turiga qarab qo'llanadi. Agar to'lov bitta xizmat uchun belgilangan bo'lsa, 2 pensioner borligi alohida chegirma degani bo'lmasligi mumkin. Lekin bitta to'lovdan ozod qilishning o'zi ham katta yengillik beradi. Endi eng muhim qismiga keldik, istisnolar. Men doim aytaman, imtiyoz borligini bilish yaxshi, lekin uning chegarasini bilmaslik xavfli. Chunki ayrim odamlar pensioner ekanman, hech narsa to'lamayman deb o'ylab, keyin qarzdorlik, penya yoki huquqiy muammoga duch kelishi mumkin. Birinchi nozik jihat, imtiyoz faqat belgilangan to'lovlarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, davlat boji, ayrim ma'muriy xizmat yig'imi yoki aniq ro'yxatdagi rasmiy to'lovdan ozod qilish nazarda tutilgan bo'lsa, bu xususiy ustaning xizmat haqi. Xususiy kompaniya narxi yoki shartnoma asosidagi qo'shimcha xizmatga avtomatik tatbiq etilmaydi. Oddiy qilib aytganda, davlat belgilagan to'lovdan ozod bo'lishingiz mumkin. Lekin xususiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning o'z narxi alohida bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, imtiyozdan foydalanish uchun hujjat talab qilinishi mumkin. Ba'zi odamlar men pensionerman, meni hamma taniydi deydi. Lekin idora tanish bilish asosida ishlamaydi. Xodim sizning pensioner ekaningizni hujjat yoki elektron baza orqali tasdiqlash kerak. Shuning uchun pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi agar kerak bo'lsa. Pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma yoningizda bo'lgani yaxshi. 3-nozik jihat muddati. iyuldan kuchga kirgan tartib iyuldan keyingi munosabatlarga tatbiq etiladi. Agar siz iyun oyida to'lov qilgan bo'lsangiz, keyin iyulda endi ozod bo'ldim deb avvalgi to'lovni qaytarishni talab qilishingiz har doim ham natija bermaydi.
Lekin agar xizmat jarayoni iyuldan keyin yakunlangan bo'lsa yoki to'lov noto'g'ri sana bilan undirilgan bo'lsa, bu alohida tekshirilishi kerak. 4-nozik jihat qarzdorlik. Ayrim pensionerlar imtiyoz haqida eshitib, eski qarzlarni ham o'chiriladi deb o'ylashi mumkin. Bu juda xavfli tushuncha. To'lovdan ozod qilish kelajakdagi yoki belgilangan muddatdan keyingi to'lovlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ammo avvaldan yig'ilib qolgan qarzdorlik avtomatik yo'qoladi degani emas. Agar sizda eski qarz bo'lsa, alohida ariza bilan hisob-kitobni tekshirtiring. Qaysi qismi imtiyozga tushishini, qaysi qismi qolishini yozma ravishda aniqlang. 5-nozik jihat nomuvofiq ma'lumotlar. Ba'zan fuqaroning pasport ma'lumoti yangilangan, lekin ba'zida eski ma'lumot qolgan bo'ladi. Ba'zan pensiya tayinlangan, lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot tizimida pensioner sifatida ko'rinmaydi. Bunday holatda xodim siz ba'zida yo'qsiz deb to'lov talab qilishi mumkin. Men bunday vaziyatda darhol pul to'lashdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli tashkilot orqali ma'lumotni yangilatishni maslahat beraman. Birinchi qadam. Hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma, to'lov talab qilingan bo'lsa, kvitansiya yoki hisob faktura. Ariza nusxasi va xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bergan har qanday yozma javobni saqlang. Hujjatsiz gap og'zaki bo'lib qoladi. Hujjat bilan esa talab rasmiy tus oladi. Ikkinchi qadam, to'lov qilishdan oldin savol bering. Men pensionerman. 1 iyuldan pensionerlar uchun to'lovdan ozod qilish tartibi bormi? Menga qo'llanadimi deb aniq so'rang. Juda muhim, umumiy gapirmang, aynan o'sha to'lov nomini ayting. Masalan, mana shu davlat boji bo'yicha, mana shu xizmat yig'imi bo'yicha, mana shu rasmiylashtirish to'lovi bo'yicha deb so'rang. Shunda javob ham aniqroq bo'ladi. 3-qadam, agar sizdan baribir pul so'ralsa, chek talab qiling. Hech qachon qo'lga naqd pul berib, hech qanday hujjatsiz ketmang. Agar to'lov qonuniy bo'lsa, chek yoki kvitansiya berilishi kerak. Agar chek berilmasa, bu alohida xavf belgisi. Keyinchalik pulni qaytarish. Shikoyat qilish yoki hisob-kitobni tekshirtirish uchun aynan chek kerak bo'ladi. 4-qadam, rad javobini yozma olishga harakat qiling. Agar siz menga imtiyoz qo'llang desangiz, xodim yo'q bo'lmaydi desa, iltimos, rad etish sababini yozma ravishda bering deng. Ko'p hollarda og'zaki rad javobi berayotgan xodim yozma javob berishga kelganda masalani qayta tekshiradi. Chunki yozma javob mas'uliyatni oshiradi. 5-qadam, kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi bo'lsa, markaz rahbariga, kommunal yoki boshqa rasmiy xizmat bo'lsa, tashkilotning hududiy bo'limiga, pensiya maqomi ko'rinmayotgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, tegishli nazorat organlari yoki ishonch telefonlariga murojaat qiling. Arizada men pensionerman, 1 iyuldan belgilangan imtiyoz menga qo'llanmagan holatni tekshirib, ortiqcha undirilgan to'lovni qaytarib berishingizni yoki hisob-kitobni to'g'rilashingizni so'rayman deb yozish mumkin. Men ariza yozishda quyidagi ma'lumotlarni kiritishni tavsiya qilaman. Familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, pasport yoki ID karta ma'lumoti, pensioner ekkaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, qaysi tashkilot sizdan qaysi to'lovni talab qilgani, to'lov summasi, sanad chek raqami bo'lsa chek raqami. Sizning talabingiz. Talabni aniq yozing. Imtiyozni qo'llash, ortiqcha undirilgan mablag'ni qaytarish, hisob-kitobni qayta ko'rib chiqish, yozma tushuntirish berish. Masalan, pensioner 90.000 so'm to'lab qo'ygan bo'lsa, arizada 1 yildan keyin men pensioner bo'lganimga qaramay mendan 90.000 so'm undirilgan. Ushbu to'lov bo'yicha pensionerlarga imtiyoz qo'llanishi kerak yoki kerak emasligini tekshirishingizni. Agar imtiyoz qo'llanishi kerak bo'lsa, mablag'ni qaytarishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Bu muloyim, lekin aniq talab hisoblanadi. Yana bir amaliy maslahat, hujjatlarni suratga olib qo'ying. Ko'p pensionerlar kvitansiyani yo'qotib qo'yadi. Ariza nusxasini olmaydi. Keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Farzandlar ota-onasiga telefon orqali hujjatlarni rasmga olib qo'yishni o'rgatish kerak. Agar o'zlari foydalana olmasa, nevaralari yordam bersin. Bugun hujjatning bitta rasmi ertaga katta muammoni hal qilishi mumkin. Men amaliyotda ko'p uchraydigan xatolarni ham aytib o'tmoqchiman. Birinchi xato yangilikni eshitib tafsilotini tekshirmaslik. Ijtimoiy tarmoqlarda sarlavha juda baland bo'ladi, lekin ichida shartlar bo'ladi. Qabul qilindi,
to'liq ozod qilindi. Endi to'lamaysiz degan gaplarni eshitganda ham qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniqlash kerak. Ikkinchi xato og'zaki gapga ishonib pul berish. Xodim yoki vositachi shunaqa bo'ladi desa, bu hali rasmiy asos degani emas. Rasmiy to'lov rasmiy chek bilan bo'ladi. Agar sizga tezroq bitirib beramiz. Mana shuncha bering deyishsa, juda ehtiyot bo'ling. Pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadigan odamlar ham uchrab turadi. Uchinchi xato farzandlar befarqligi. Ba'zan ota-onasi 70-80 yoshga kirgan. Hujjatni o'zi tushunmaydi. Lekin farzandlar o'zingiz borib keling deydi. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiyasi katta bo'lmasligi mumkin. Lekin ular ortiqcha 1000 so'm to'lab qo'ysa, bu ularning bir haftalik dorisi yoki oziq-ovqati bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularga yordam berish faqat mer emas, moliyaviy himoya hamdir. 4-xato imtiyozdan uyalish. Ba'zi pensionerlar men so'rab yurmayman. Uyat bo'ladi deydi. Yo'q, bu uyat emas. Davlat tomonidan berilgan yengillikdan foydalanish sizning qonuniy huquqingiz. Siz umr bo'yi ishlagansiz, soliq to'lagansiz, jamiyatga hissa qo'shgansiz. Endi sizga yengillik berilayotgan bo'lsa, uni talab qilish mutlaqo tabiiy. Bu yangilikning ahamiyati faqat bir martalik to'lovda emas. Eng katta ahamiyat shundaki, pensionerlarning ijtimoiy himoyasi kuchayadi. Keksalar davlat idoralariga borganda o'zini himoyasiz his qilmasligi kerak. Ular mendan yana pul so'rashadi. Hujjatim bitmaydi, tushunmayman deb qo'rqmasligi kerak. Imtiyozlar to'g'ri ishlasa, pensionerlarning davlatga ishonchi ortadi. Oiladagi moliyaviy bosim kamaydi. Farzandlar ham ota-onasining xarajatini yaxshiroq rejalashtira oladi. Masalan, bir pensioner yil davomida turli rasmiy xizmatlar uchun 34 marta murojaat qilsa va har safar 1000 dan 1000 so'mgacha tejasa, yil yakunida bu 200 dan 400 so'mgacha mablag' bo'lishi mumkin. Kimdir uchun bu kichik pulda ko'rinar, lekin pensioner uchun bu bir necha quti dori, qishki kiyim, kommunal to'lovning bir qismi yoki nevarasiga sovg'a degani. Shuning uchun men bunday imtiyozlarga jiddiy qarash kerak deb hisoblayman. Hurmatli tomoshabinlar, 1-iyuldan pensionerlar uchun to'lovlardan ozod qilish tartibi juda muhim yangilik. Lekin undan to'g'ri foydalanish uchun 3 narsani unutmang. Birinchidan, qaysi to'lovga imtiyoz berilganini aniqlang. Ikkinchidan, pensioner ekaningizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyor tuting. Uchinchidan, pul to'lashdan oldin imtiyoz qo'llanishini so'rang va har qanday to'lov uchun chek oling. Men sizlarga shuni alohida aytaman. Huquqingizni bilsangiz, ortiqcha pul to'lamaysiz. Hujjatingizni saqlasangiz, kerak bo'lsa pulingizni qaytarib olishingiz mumkin. Savol bersangiz, ko'p xatolarning oldi olinadi. Eng asosiysi pensionerlarimiz bu masalada yolg'iz qolmasligi kerak. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar albatta ularga tushuntiring. Yordam bering. Kerak bo'lsa birga boring. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Sizdan qaysi to'lovlar so'ralgan, imtiyoz qo'llashdimi yoki yo'qmi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bir odam o'z huquqini bilsa, bitta oila ortiqcha xarajatdan saqlanadi.